Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz, salomatmisizlar, hamma tinchmi, yaxshi yuribsizlarmi? Issiqlar bilan charchamay. Mana havolar ham isishni boshlandi. Endi Boyxotin so'rlariga shoshilishga harakat qilish kerak endi. Tashqarida o'tiradigan paytlarim keldi mana. Boyxotin zakaz beraman deganlarga mana albatta yetkazib beramiz. Telefon nomerlarimizni albatta ekranga qo'yib qo'yamiz. Oyoqlari yong'oq, naqshli gitara oyoq. Boyxotin so'rlarimizda lagalari 5 talik. Juda ham chiroyli chiqqan oldi koronali. Boyxotin so'rlarimizda kimga buyurtma kerak bo'lsa albatta yetkazamiz. Vodiyga kelishilgan holatda, vohaga kelishilgan holatda albatta O'zbekiston bo'ylab yetkazishga harakat qilamiz. Albatta. Boyxotin so'rlar zakasi buyurtma berishga adashmang. Mana bularimiz Boyxotin xon taxtalari bo'ladi. Qarang, mana naqshli koronali rosa Boyxotin so'rini o'ziga mos. Naqshi ham, guli ham rosa tushadi. Komplekt deganlarga komplekt qilib beramiz. Albatta qilib beramiz. Xudo xolasa bu so'rlarimiz mana hozir ranglarini chashdik. Bu Namangan viloyatiga, bu Andijon viloyatiga. Xudo xolasa albatta ertalabga Alloh nasib etsa xonadoniga yetkazib video qilishga harakat qilamiz buni ham. Hali ham Boyxotin so'rlarimiz o'rnini yo'qotgani yo'q. Boyxotin so'rlarimiz trendda. Faqat birinchi qo'l. Boyxotin so'ri zakaz buyurtma berishga adashishga yo'l qo'ymang. Albatta tayyorlab beramiz. Endi mana meyda ish jarayonlarimiz mana. Nima deydi? O'zi ishlaydigan, hali robotlarimiz ichkarida ishlayapti mana. Robot stanoklarimiz bor. O'sha Boyxotin naqshlarini chizadi, gullarni uradi. Hammasini tanishtirib o'taman men. Operator sal beriroq keling. Biz mana shu yerda xudo xolasa oilaviy ishlaymiz mana. O'g'illarim ayollarimiz chiqardik, o'sha naqshlarni urishga harakat qilamiz. Hozir gulini chizishga tayyorlayapmiz. Mana bu yerda robotlarimiz bor. Albatta. Mana ustalarimiz. Biz doimo oilaviy ishlaymiz. Boyxotin so'rlarimizni naqshini qo'yamiz. Kompyuterga kirgizib qo'yamiz, buyruqni berib qo'yamiz. Mana shunda bo'ldi deganda o'zi avtomatik o'chadi. Xudo xolasa.